6 sotix maydonga tushgan mana shu xonadonimizga $95,000 so'rashyapti. Lokatsiyani tushuntirib o'taman. Biz hozir Qahramondan kirganingizda Shodlikka kelganmiz. Orienterimizda Shodlik to'yxonasi bo'lyapti. To'yxonadan taxminan 8 metrcha ichkarida joylashgan bu uyimiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Men to'liq ma'lumotlarni sizlarga aytib o'taman. Kiraverush darvozaxonasi o'rtada tepalari yopilgan, bemalol 2-3 ta mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. Asosiy binoyimiz, binoni planirovkasi bilan tanishdan oldin hovlini ko'rsatib bermoqchiman o'rtoqlar. Kattagina zelyoniy zona, ko'p yillik mevali daraxtlar bilan birga. Bundan tashqari, bu tomonimizda ikkita xonasi tushgan, tayyor kirib yashashga sharoitlari qilib ketilgan. Pastda bo'lsa sanuzel hamda oshxonaga joylar qoldirilgan. Ana endi sizlar bilan uyning planirovkasini tanishib chiqamiz. Ichidan kirganingizda sizlarni kattagina hol qismi kutib oladi. Mana bu tomonimizda sanuzelga joy qoldirilgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilib ketaverishimiz. Bu yoqda bo'lsa oshxona. Oshxonaga alohida hovliga chiqadigan eshiklar ham qilib ketilgan. Uning yonida bo'lsa yana bitta xonamiz bor. Bu yoq xohlasanglar bolalar xonasi, xohlasanglar yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu uyimizga qilingan ishlarga baho berib qo'yinglar. Neoklassika uslubida ishlar boshlangan. Ana endi sizlar bilan yuqori qavatni, ya'ni ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Zinadan chiqqaningizda sizlarni mana shunaqangi kattagina hol kutib oladi. Chap tomonimizda birinchi bu bolalar xonasi joylashyapti. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. U yoqdan chiqqaningizda bu yoqda yana bitta xonamiz va ichkarida родительский spalnisi joylashyapti o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar. Men bu holli kattaligi menga juda ham yoqdi. Bu yoqdan asosiy oxirgi xonamiz, ya'ni mehmonxonaga o'tib boramiz. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'ysizlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'ying. Yana bir marta eslatib o'taman. Biz hozir Qahramondan kirganingizda Shodlikka kelganmiz. Orienter Shodlik to'yxonasi bo'lyapti. 6 sotix maydonga tushgan mana shu xonadonimizga $95,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, kelishiladigan joylari bo'ladi. Egalarining raqamini qoldiramiz. O'rni to'g'ri murojaat qilasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik bo'ldi. Bizni nazorlashmanglar.